Assalomu alaykum hammaga. Bir haftalik tanaffusdan so'ng bugun kechroq uyg'ondim. Tongi vaqtim kamroqligi hisobiga 15 daqiqalik sport mashg'uloti bilan 55-kun challenge'imni boshladim. Keyin albatta dars tayyorlashga o'tiraman va dars tayyorlashga e'tibor beradigan muhim masalalar 25 daqiqalik taymer va kunlik reja yozish. Bugun nonushtaga zaytun donachalari, qaynatishga qo'ygan tuxumim pishmay qolibdi. Qahvani esa ushbu rюмкada ichamiz. Yangi bokal olish esimdan chiqib qolibdi. Shu shimimni kiymaganimga ham yillar bo'lib ketibdi. Shuni молочный kostyumim bilan qo'yib, mokasimka va bordoviy sumka bilan idealniy look keltiramiz va albatta xalatimizni esimizdan chiqarmaymiz. Eshik ostida shunaqangi moda namoyishlarini qilib, toza havoda o'qishim tomon yo'l oldim. Yo'lda medik dugonalarimni ko'rdim va ular sizlarga salom aytib borishdi. Bugun darsimiz bolalar kasalliklar propedevtikasi. Formalarimizni kiyib, tapchkalarimizni kiyib olamiz va darsga kiramiz. Ustoz yo'lligidan foydalanib kitoblarni o'qlatamiz. Kameralar bari ishlamaydi va kelgusi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.